Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatxonasining aziz ko'rurmanlari. Her haftada, her 2 haftada bir qatim elib beriladigan yuqori fan texnika va Uyg'urlar haqidagi suhbat programmamiz. Bugun bu programmaningki ishtirokchisi izchil davomlashtirayotgan qarindishimiz Qovuljon bilan kvant haqida aniqsizlik prinsipi degan bu temada to'xtalamiz. Kvant fizikasi hozirgi fizik texnikasiga intayin bir büs xarakter olayotgan bir texnika. Bugun bu so'zlamoqchi bo'lgan aniqsizlik prinsipi bu 1927 yilda bayqalgan. Shuningdek yog'i fan texnik dunyosida kuchli g'ulg'ula bo'lgan. Ham bu nima klassik fizikadan butunlay farqli bo'lgan hozirgi fizik sohasida büs xarakter inqiloblarningki maydonga chiqishiga turtki bo'lgan bir prinsip ekan. Buni haqida Qovuljon bilan suhbatimizni hozir boshlaymiz. Assalomu alaykum Qovuljon, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmamizga Yaponiyadan qatnashib berganingizga ham har 2 haftada bu programma uzilmay ep berayotganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Sizga rahmat. Bugungi suhbat temamiz yuqori degandek zamonaviy yuqori fan texnika va Uyg'urlarniki kvant haqida, ya'ni kvantning aniqsizlik prinsipi haqida bo'ladi. Unda o'z ekran sizda. Xo'sh, hamsa boshlang. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Bizning Yaponiyada hozir soat 11 bo'ldi. Biz shu 2025 kirgan tortib yuqori fan texnika va Uyg'urlar degan temani asos qilib 2025 ni yuqori fan texnika Uyg'urlarchilik qilayli. Hech bo'lmasa o'zim shuna qilay degan plan bilan tushgandim. Endi quantum mexanika, ya'ni quantum fizikasi haqida so'zlab 16-10 necha dars so'zlab o'zimning qalbil degan YouTube kanali bor. Mana qarasangiz ism shu. Mush YouTube kanaliga chiqirg'iliq. Agar aşağıdan texdim aniq texdim ko'p uchurlarni ko'ra olasizlar. Uning keyin yoqda biz oldin qaytgan suhbatimizda biz zarrachilar, ya'ni kvarklarning, ya'ni kvantumningki ham zarrachilik ham to'lqinlik xususiyati degan temada haqida so'zlagan edik. Uning keyin qo'sh yirik tajribasi va yakka yirik tajribasi degan ikki dangliq bir dangliq tajriba. Fizik dunyosida 10 cho'ng tajriba var desek 10 cho'ng tajribaningki ya 3-chi ya 4-chi bo'ldi. Hech bo'lmasa 10 ichiga kirdi. Qan tajriba. Uni so'zlab bo'lgan edik. Bugun yoqda shunaqa azroq munosabati bor. Hammasi munosabatliga shu quantum texnik mexanikadan so'zlagan tatlarni noldan boshlab so'zlayotgandan keyin tafsiliy ko'rsanglar oxirgi bo'lganda shu quantum haqida, ya'ni kvant mexanikasi, kvant fizikasi, kvant texnikasi, ya'ni bu sohada texnikmi etrafliq bilimlarga ega bo'la olasizlar deb qarayman. Bugun temamiz yo'qda shu kvant mexanikasining yo'qda aniqsizlik prinsipi deydigan bir prinsip bor. Endi bu degan vaqtda zarrachilarningki zarrachilarningki ham to'lqinliq ham zarrachilik, ya'ni kvarklarning ham to'lqinliq ham zarrachilik xususiyatining borligini biz oldin qatim tajribalarimizda so'zlab bo'lgan edik. Buni yana desak, yana shu tajribani agar shu oldin qatimliq videonim shu Uyg'ur choyxona suhbatlari yani YouTube kanalida bor, ham Facebook'da bor, o'shadan ko'rib olsanglar texnimi yaxshi bo'ldi. Bu aniqsizlik prinsipi degan nima degan vaqtda buni o'tirib qo'yganda shu Heisenberg degan ya'ni Nobel mukofotga erishgan 1932 yili. Heisenberg, ana inglizcha Heisenberg uncertainty principle degan. Shu prinsip bu quantum mexanikasida dangliq prinsiplarningki birisi. Ana bunun da tafsil to'xtalamiz har qaysini. Endi bu aniqsizlik prinsipi nima degan masala chiqdi endi bizga. Aniqsizlik prinsipi degan bu zot nima degan gap. Endi aniqsizlik prinsipi degan vaqtimizda biz odatda zarrachilarningki ikki xil xususiyati borligini bayatni so'zlab bo'ldik. Ya'ni zarrachilarningki
qo'sh to'lqinligi va bo'lmasa kvark desek bo'ladi. Bu zarracha desek bir xil ikki xil takrorlanib qolgandek bo'lmasin. Biz Uyg'urchadagi shu zarracha deymiz, hammasini shu atomlarnimi, molekularnimi, shu elektronlarnimi, protonlarnimi hammani zarracha deb atayver deganmiz. Balkim shunaqa bizim texdim konkret ismlar qo'ygan vaqtimizda texdim aniqlashadi bu endi. Meyda çoğu vaqtda kvarklar, ya'ni kvarklar degan çoğu vaqtda elektronlardan kichik protonlarning ichidagi protonlarning ichidagi ya'ni kichik zarrachalar bor-ku, parchachiqlar deymiz ana. Ashlarning çoğu vaqtda kvarklar deydi shu ashni. Ya'ni kvarklar yoki bo'lmasa kvark endi. Uni inglizchada quantum deymiz endi. Endi Uyg'urcha biz vaqtda quant deb oldik. Quantum deb oldiganlar bor. Shuni qaysini olsanglar, shuni olsak bo'ldi. Bizning o'zimizningki til tadqiqot markazi bo'lib, ashni muqimlashtirgan vaqtda biz bundan keyin quantum degandan keyin quant deb olaylik deb bir qarorga kelgandan keyin uning keyin ashunda olin degan. Bo'lmasa har kim og'izga kelganini o'z oldiga to'g'ri deb tushungan da'vatsak bo'laverdi degan. Mesela mikro zarracha deb tushunsak bo'lamsa, damalliq isoq qildiroq. Ha, mikro zarracha desak bo'ldi. Zarrachadan biroz texnik kichik bo'lgandan keyin mikro zarracha desak bo'ldi. Mikro zarracha desak bo'ladi. Endi shu mikro zarrachalarning cho'lgan vaqtda ham to'lqinliq, ham cho'lgan vaqtda zarrachalar xususiyati borligini biz oldingi qatam tajribada so'zlab bo'lgandik. Endi buni oldingi qatam o'sha video YouTube kanalida izlab ko'rib olsangiz bo'ldi. Bugun cho'lgan vaqtim shu aniqsizlik prinsipi. Aniqsizlik prinsipiga nima bo'ladi? Bu cho'lgan vaqtda bu quantum mexanikasiga qiziqarli hukmlarning birisi, ya'ni qiziqarli hukmlar bo'lar emasa, oldingi qatimning tajribam haqiqatan qiziqarli tajriba tem ma'lum cho'lgan vaqtda bundan keyingi 5-6 so'zlaymiz, ularni cho'lgan vaqtda bir-birisidan qiziqarli, ya'ni bir-birisini jalb qilarlik degan. Endi ma'lum cho'lgan vaqtda bumi o'z oldiga jalb qilarlik. Nimishqa degan vaqtda buning qanday aloyidligi bor, nimaga ishlatildi deganlarni texnik yaxshi tushungan vaqtimizda, asli menda qiziqarlik nima ekanda deb, aloyid nima ekan deb so'zlaymiz. Endi bu cho'lgan vaqtda shu yani quantum mexanikasga aniqsizlik prinsipi degan bir narsa bor. Bu asosan deyotda shu nihoyat kichik zarrachalarningki, ya'ni elektronga o'xshash, protonga o'xshash, protonning ichidagi kvarklarga o'xshash degandek. Ashlarning cho'lgan vaqtda birla vaqtda, birla o'xshash vaqtda desak bo'ladi, o'xshash vaqtda yoki bo'lmasa birla vaqtda o'rni va harakatini va harakati, ya'ni sur'ati demakchi, tezligi demakchi. Oldingi degan to'q biz zarracha va to'lqinlik xususiyati bor degan to'q. Ikki xil xususiyatni cho'lgan vaqtda birla vaqtda to'g'ri o'lchash, ya'ni birla vaqtda o'lchash mumkin emas degan narsa shu aniqsizlik prinsipi degan shu o'zi. Ya'ni bu yerda position, ya'ni o'rnini o'lchagan vaqtimizda cho'lgan vaqtda momentum, ya'ni tezlik yo'qolib ketadi. Tezlikni o'lchamaymiz. Tezlikni o'lchagan vaqtimizda cho'lgan vaqtda o'rnini yo'qotib qo'yamiz degan gap. Ikkimisini biraqli o'lchaydigan hozirgacha yo'q degan gap. Bundan keyin bo'lamdi desa, bundan keyin bo'lmasligi uni hech kim bilmaydi. Chunki bu tabiatning qonuni deb qaraladi degan gap. Tabiatning qonuni degan gap o'zgardi degan gap, nurg'un narsalar qaytadan yoziladi degan gap endi. Agar shunda o'zgartirilsa degan gap. Shu aniqsizlik prinsipi deganimizda, shu mikro zarrachalarniki yoki zarrachalarniki elektronlar bo'ldi, protonlar bo'ldi degandik. Ashlarning cho'lgan vaqtda o'rni va sur'atini birla vaqtda o'lchash mumkin emasligi, ya'ni mumkin bo'lmaydiganligi shunda bir prinsip cho'lgan vaqtda shu aniqsizlik prinsipi deb ataladi. Ha, buni qiziqarli tajriba, qiziqarli o'yinlar bor. Shularni mesela o'yinib bog'lab tasavvur qilishdan tushunsak texnimi yaxshi bo'larmikin deb o'ylayman. Qarangmisan, biz kundalik turmushimizda tasavvur qilib boqaylik. Bir tal balamiz o'ynayotgan bir tal sharcha deylik, kichik to'p deylik. To'p tushib ketib, sofaning ostiga yoki karavotning ostiga kirib ketdi. Endi uni tepishimiz kerak. Tepishimiz uchun qo'limizni sepqi bariyan mundanda taq urib qishimiz kerak. Endi qo'limizga tekkan zamatlar meya degan deb olamiz degan. Bu bir xil usul. Ikkinchi xil usul degan vaqtda chiroqdan birini tutib, bunda qo'lchiroqni pastga tutib bunda ko'rimizda ostidan qo'lchiroq nurni kirgizgandan keyin degan vaqtda bu vaqtda nur ashnaga tushgandan keyin degan vaqtda to'p tushgandan keyin bizga qaytib keldi. Biz unda to'p meya ekan deb ko'ramiz-ku. Bu bir xil usul degan gap.
Hem de üçüncü hususda qo'polroq birdan bo'lsa safani ko'tarib ayonga ilib ham yadikni oladi degan gap qo'y. Buni hisob qilmaymiz endi. Bu hozircha shunday bo'lsa. Bizningki digirimiz yoqda ikkinchisi o'ttirdik degan. Qaysi yoqda bunaqa qo'lchiroqni nur deymiz ham endi qo'lchiroq odatda qo'lchiroq deb sizlar tushunish oson bo'lsin shunday aytdim endi. Nurdan birini tutamiz, nur vaqtda tutgan vaqtimizda shu to'pqa, ya'ni bolamizning o'ynayotgan to'p asta kirib ketganmizmi? Shuni tutgandan keyin vaqtda nur ko'zimizga tushib qaytadi. Qaytib kelgandan keyin ha, bu to'p nima ekan deymiz. Bu nima degan vaqtda o'rni degan gap. Ya'ni o'rnini bildik. Ashning o'rnini bildik, harakatni qanday harakat qilib bilardikmi? Bilanmadik degan gap. Endi cho degan vaqtda menda endi bu bir o'rnini bildik. Endi cho degan vaqtda bizningki yo'llagan, ya'ni shu to'p tushgan nurimizningki fotonlarning cho'ngliqi cho degan vaqtda ash to'pning cho'ngligiga tangulab qolgan vaqtcha. Bu deganlar xuddi safaning ostiga to'p kirib ketdi. To'pni cho degan vaqtda men shu to'pning cho'nligidagi bo'lgan zarrachalar orqali ashni ko'ryapman degan. Bu zarrachalar qanday nima qiladi ketdi? Harakatlanadi-ku bu. Ya'ni ashni tang bo'lgandan keyin vaqtda aningga so'qidi. So'qqandan keyin vaqtda agar aningkidan energiyasi kuchli bo'lsa yoki harakati nimasi miqdor kuchli o'rni mustahkamlik bo'lsa degan vaqtda harakatlantirilmagan vaqtda bizning ko'zimizga keldi degan gap. Bizimiz ko'zimizga kelgandan keyin o'rni bilamiz. Agar degan vaqtda ashning miqdori tang, energiyasimi tang va hatto cho'ngroq bo'lib ketsa, cho'ngroq bo'lgancha aning to'pni harakatlantiradi. U vaqtda biz u to'pni ko'ralamdik, ko'rolmaymiz degan gap. Ko'ralaymiz, ammo bu bilan ko'rolmaymiz, bu bir turimiz degan gap. Chunki harakatlanayotgandan keyin bizga qaytib kelgan nur bormi u yerda? Yo'q degan gap. Buni bir tushun, bir qo'yaptirlar. Demak, tang ashning tang zarrachalar to'p bilan tang cho'nliqdagi zarrachalar va energiyasini tang bo'lgan narsani fotonlarni ashni ko'rish uchun avatgan vaqtimizda fotonlar ananga so'qidi, uni so'qqandan keyin harakat qildiradi degan gap. Xuddi bilyard tashini o'ylasak bo'ldi. Masalan, bilyard tashining hammasi cho'nqichilik o'xshash qanday? Ashcha degan vaqtda oq tashni yo'llagan vaqtimizda unda urib yo'llaymiz, yo'llagan vaqtimizda yana bir tash tekkan vaqtda ash tashni harakatlantirish uchun tashningki energiyasini yuqori energiya bo'lishi kerak. Shunda bo'lgan vaqtda qarshi taraf so'qilgan tashni harakatlantiradi emasmi? Endi cho degan vaqtda ashni tang energiyasi tang kuchli bo'lib qolsa degan vaqtda uninglar chaplashib ketaveradi degan gap. Ya'ni so'kilish turib qoladi yoki bo'lmasa ketaveradi degan gap endi. U vaqtda biz faqat ashni ko'ryapmiz, ammo buni nadaligini uqamadim. Nima ish qilgan vaqtda o'rni midlab turgandan keyin uning ishkining harakati bir bo'lib ketdi. Bu vaqtda o'rnini muqimlashtirmadik, ammo birdan u yerda, birdan bu yerda, birdan bu yerda harakat qilib turadi degan gap. Xuddi böyle bilyard tashini ko'rgan vaqtimizda tuzmadi endi. Chunki bu tasavvurimizdan zarrachalarni ko'rgan vaqtda bu degan to'lqinlik xususiyati bor degan gap. O'rganib bo'lgandik buni. So'zlab bo'lgandik. To'lqinlik xususiyati bo'lgandan keyin vaqtda bu to'xtavsiz harakat qilib turadi degan gap. Bundan biz avvalgi bayatniki kichik nurlarni yo'llagan vaqtimizda taqqil men ekan deb o'rni bilib olgandik. Endi degan vaqtda ashning harakat qilayotgan nurni ko'rib turadimiz biz. Bu yerga harakat qiladi, u yerga harakat qiladi. Chunki nima ish qilgan vaqtimizda bizningki yo'llagan fotonninki harakati bilan aning harakati o'xshash bo'lib qoldi degan gap. Bizning foton nega bo'lgan bo'lsa, yo'llagan fotonimiz nega bo'lgan bo'lsa, ashningki harakatini shu yerda ko'ryapmiz degan gap. Ammo shu vaqtda o'rnini muqimlashtirolmadimiz degan gap. Faqat ashning bizningki yo'llagan fotonlarni ko'ryapmiz. Buni qanday ko'ryapmiz? Fotonninki biz qaytgan nur orqali ko'ryapmiz. Yana bir so'zda o'rni nima belgilamayapmiz? Chunki biz yo'llagan fotonlar ani harakatlantiradi degan gap. Men tasavvur qilish biroz nima qilgan mikro dunyo bo'lgandan keyin bu cho'ng narsani qanday uni bilan cho'ng bir nima bo'lsak, qanday uni so'qab harakatlantiradi deb tushunib qo'yish mumkin. Bayatliginiz cho'ng tang cho'nliqdagi bilyard tashlarini o'ylasak bo'ldi. Ashuna odat yo'llagan vaqtimiz degan vaqtda uni so'qidi ham so'qqan vaqtda tang harakatlanadi degan gap. Harakatlanan vaqtda bu vaqt biz harakatni ko'ralaymiz. Menda harakat qilyapti deb. Ammo degan vaqtda o'rnini degan vaqtda belgilayolmaymiz degan. Miyada deb aniq deyolmaymiz degan. Bayatni bosh deganimizdagi degan vaqtda agar ashning energiyasi, ya'ni kichik bo'lib qolsa, masalan biz urgan oq tashning energiyasi degan vaqtda kichik bo'lib qolsa degan vaqtda so'qilgan tashga berib taqqada tegib turib qoladi-ku. Tashni harakatlantirmaydi degan gap. Bu vaqt degan vaqtda biz aning qarab turib, bu teshimiz miyada ekan deb bilib olaydik. Bu o'rni bilardik degan gap. Endi shu vaqtda agar anadan energiyasi cho'ng yoki tanglab qolsa degan vaqtda buningki harakatiningki nimasini bilmaymiz degan gap.
o'rnini bilmaymiz, faqat harakat qilayotganligini bilamiz. Nima ish qilyapti? Biz yo'llagan narsadan teng harakat qilyapti degan gap. Buni asosan deyapti shu birini yo'lni birini bilasak, yana birinchi deyapti bilmayapmiz. Ya'ni o'rnini biladigan vaqtimizda sürtünü yo'qitib qo'yamiz, to'lqinliq xususini yo'qitib qo'yamiz. To'lqinliq xususini o'lchagan vaqtimiz jo'lay vaqtda o'rnini yo'qitib qo'yamiz degan gap. Endi bundan boshqa nurg'un qiziqarli tajribalar va nimalar bor. Endi jo'lay vaqtda bularni nerda ishlatamiz, qanday ishlatamiz degan masala kelib chiqadi endi. yoki qaysi sohalarda qo'llaniladi bu texnikalar? Qaysi sohalarda qo'llanamiz bularni. Bularning nimaga foydasi bor bularning zaten degandek. Endi jo'rayapti masalan biz ma'ni qarasangiz masalan qarang bir zarrachilar ham harakatlik ham to'lqinliq xususiyati bor degandik biz kvarklarniki. Endi jo'rayapti bu zarrachilarniki o'rnini bilmaymiz, faqat nerda ko'rilishi va qanchalik ehtimollikda mushada ko'rildi deganni bilalaymiz deb qaradi degan. Ya'ni bu nimani ifodalayapti? O'rnini bilamiz, faqat biz doirasini siza olamiz. Ya'ni oshninki harakat qiladigan o'rnini bulut holatda ko'ralaymiz deymiz. Bulut holat shakllantirdi deymiz. Qarasang mana biz o'rnini bilmayapmiz. Faqatlar bir mazgil o'tgandan keyin vaqtda eng ko'p takror ko'rilgan o'rin va oz ko'rilgan o'rin va qarab turibdi. Meyada oz ko'p ko'rildi ekan, meyada joyda oz ko'rildi ekan degan mush elektron buluti, ya'ni bulut shakllangan. Mushdan asosida vaqtda elektronlarning harakatini tasavvur qila olamiz va sizib chiqa olamiz degan gap. O'lcharlab sizib chiqa olamiz degan. Endi meyada Heisenberg'ningki meyadagi formulasi bor. Formulasi jo'y vaqtda bularningki bu shu 2dan 1 h, ya'ni h degan shu planik turaligi degan gap. P'ni bilasizlar. P 3.14 ninki bildim. Endi hozir x jo'y vaqtda x 3 bilan x, ya'ni bu jo'y vaqtda o'rinning aniqsizligi. Bayatindagi o'rin. Ya'ni bir jo'y vaqtda impuls, ya'ni harakatninki aniqsizligi. Ya'ni to'lqinning aniqsizligi, ya'ni ko'rsatilgan gap. H jo'y vaqtda planik turaligi. Buni fizik o'rganiga bildiganlar asallar bilalaydigan gap. Yani bulan jo'y vaqtda biz bular to'xtalmaymiz. Bu formulani qanday ishlatamiz, buniki qanday ko'rilgan gap. Endi bayatdan elektron bulutini faraz qila olamiz. Ya'ni o'zimiz miyada ko'rilish ehtimollik mancha %, miyada ko'rilish ehtimollik mancha % deganni shu deyalaymiz. Ammo jo'y vaqtda biz miyada cho'qim ko'rildi deb kesib aytolmaymiz degan gap. Bu vaqt jo'y vaqtda biz uning o'rnini biladigan bo'ladi degan gap. Shu miyada vaqtda elektronlar soni qarta jo'da shakllangan bulutniki o'xshamasligi mayda ko'rsa buni. Qaranglar mana. Musharat bo'ldi zarrachalarniki. Ya'ni ham to'lqinliq ham zarracha. Qarasang ham zarrachilik, ammo harakat jo'y vaqtda to'lqinliq xususida gap. Mushu bir tal chekitga, ya'ni bir tal siziq bilan vaqtda mushu o'rni degan gap. Ma jo'y vaqtda to'lqin shakl jo'y vaqtda, ya'ni bu shu harakatni ko'rsatadigan gap. Endi bularni qanday ishlatamiz, nima uchun bu muhim degan bir narsa keldi endi bizga. Bu jo'y vaqtda mushu prinsip vaqtda klassik fizikadan farqli bo'lib, ya'ni shu klassik fizika bilan kvantum fizikasi. Bu fizik ikkidan ayrıladi. Yo'q, taki 1900 yillargacha, ya'ni 1890 yillargacha Newton fizikasi, Newton asosli o'rin turadi degan gap. Ya'ni klassik fizika turadi degan gap. Uning keyingi vaqtda 1900 kelgancha boshlab jo'y vaqtda bu klassik fizika ba'zi bir mikro dunyoda, ya'ni atom saviyasini tuen narsaga vaqtda uningga ifodalab berolmadi degan gap. Ifodalab berilmagandan vaqtda bu andan kvantum mexanikasi, ya'ni kvantum fizikasi maydonga keldi degan gap. Shuning bilan fizik dunyosi cho'ng jihatdan ikkiga bo'linib ketgan gap. Mesela klassik fizika, ya'ni biz shu vaqtda kvantum fizikasi degan gap. Yani mushu prinsip vaqtda mushu klassik fizikadan farqli bo'lib, mushu kvantum fiziklarning texnik yaxshi ishlanishini tushunishimizga foydali degan gap. Yani bu jo'y vaqtda qaysi gaplar biz davomli deb kelayotgan kvantum fizikasi emas, kvantum hisoblash, ya'ni kvantum kompyuterlarda ishlatamiz degan. Bundan keyin jo'y vaqtda kvant senzorlar, ya'ni senzorlar
Yani bu ölçeş degan gap. Kvant ölçeş. Sen ig'irlik, araliq ölçeş, uning keyin jo'doqda yer tevrashning oldin siz ölçeş degandekchi. Uning keyin plantlarning araliqini ölçeş va plantlarning harakatini kuzatish degandek. Ani nanotexnika degandek. Boshqacha degan vaqtda boshqa sohalarda buni kelgusi qandaq bo'ldi deymiz endi buni. Buni kelgusi qandaq bo'lmoqchi. Bu degan vaqtda kvantum kompyuter va kvantum aloqa degan vaqtda eng aloqalarning asosli ishlash prinsipi degan vaqtda shu aniqsizlik prinsipi asosida bo'ldi degan gap. Ya'ni Heisenberg aniqsizlik prinsipi deganda prinsipning roli intayin cho'ng degan gap. Eng oxirgi degan vaqtda bularningki boshqa ishlatilish degan vaqtda bizningki eng ko'p ishlatilayotgan shu hozirgi bizningki ishlatilayotgan narsamiz shu MR'lar bor-ku. Mana bu doktorxona bag'avatda MR'ga tushishlar bor endi. CT bu degandek MR. Ashlar jo'daqda shu aniqsizlik prinsipi asosida ishlaydi degan gap. Ashlarni mush holatda ishlatamiz degan. O'niki qilmasa elektromagnet rezonans hodisa deb nima qildi? Shu mushna narsa oshma. Ha, to'g'ri. Masalan, boshqa narsalar bormi? Mana bu yo'q, aniqsizlik prinsipi deyapti, shu nimalarda MR'larda hozir ishlatib kelyapmiz degan gap. Biz bilmagan bilan kompyuterimiz, telefonlarda chiplarni ishlatamiz. Chiplarni joyda yana o'xshashlar aniqsizlik prinsipi bor degan gap. Ash nima deb bo'lib, MIR deganda masalan doktorxonalarningki adamning badalli bir sunib chiqib qolsa, bu ham mingni skanerlarga vaqtida shunaqa. Ashniki. To'g'ri. Ashta apparatda bo'lsa-da, azroq tepasan, haqni qilsa azroq kildichi, abstraktnarek bo'ladi. MR'ninki qaysi holatni deysiz? Ashyoqma doktorxona ishlatish nemisini MRI degan ne, endi odamdan masalan bo'yon og'riydigan, bo'yoni bizdan chiqib qolgan yoki odamning mingisini bo'lib qolib qolsa, yo'g'on ash nima soladi. Asham nimaga MRI deb qo'ydi uni. Magnit nimada olmabdi ayna nimasi. Shu narsa ishlanmaganda MRI. To'g'ri. Shuningda shu nima kvantumningki shu aniqsizlik prinsipi ishlaydi. Boshqa ishlar masalan entangba oldin qatim superposition degan nimamiz bor degandek. Bularmi ishlaydi endi. Bizningki asosliqi boshlanib cho'daqda hammasi birikib ketgan emas, bular birlashib ketgancha bularni bir-biridan ayiramaymiz degan. Ya'ni mushlarmi shu eng uyg'urcha MR'ni magnitlik rezonanslik nimasi demdi ashtaq bir nima deydi shu uni. Aşı masasını ders anlatmış, aile mektepte öğrenken bir dersinde göz aldım kelgende ko'p qoldi. O vaqtda magnitlik rezonans tasvirlashmi? Asli ingliz o'zining shu magnetic rezonans imaging deb. Qisqartirish bor shu MR'ning. Doktorxonaning eng ilg'or bir apparat-ku narsanikini. Endi maninki badanga ta'sir ko'rsatmaydi deb qaraydi endi. MR'ning bir sog'u CT, PT deyiladi endi. Endi bularni rentgen qaraganda mana xatar oz deydi ekan maninki. Birada deb qarayman endi. Ovozingiz kelmadi. Ma'nilik yumshoq nurlar deb qaraydi endi. Ovozim yo'qmi? Endi keldi, endi. Ma'ninki xatri nima deb qaraydi shu boshqa qirg'a vaqtda oz. Ozgina deb qaraydi. Buniki qolganlar shu sohalarda tadqiqotlar o'qiyotganlar balkim texnik yaxshi. Bularda buni jo'daqdan shu endi bizniki aniqsizlik prinsipininki bundan taraqqiyot qanday bo'ldi degan narsalar bo'ldi endi.
Hani buni çoğu vaqtda agar musalada texadam cho'nqirlab o'rganmoqchi bo'lgan, tadqiq qilmoqchi bo'lganlar çoğu vaqtda quantum physics'i o'qigan vaqtda quantum kompyuter va bo'lmasa quantum hisoblash, ya'ni quantum shifrlashtirish degandek musalada çoğu vaqtda mush Heisenberg aniqsizlik prinsipini cho'qim ishiltidi va ashni o'rganmay turib, ashni bilmay turib ularni qilolmaydi degan gap. Hamda uning keyin çoğu vaqtda fizik tadqiqoti çoğu vaqtda mush aniqsizlik prinsipi Karyonkur alamninki tartish yaratilishi Big Bang deb qo'ygan-da. Qatorliq sirliq narsalarni tushunish çoğu vaqtda texadam moliq. Rulu bor, texadam muhim rol o'ynaydi deb qaraydi. Uning keyin boyat deb ketganda kvant senzorlar. Ya'ni uning keyin yuqori aniqlikka saylash uskunalari, ya'ni skanner demoqchi-ku. Qatorliq bugün felsefe çoğu vaqtda felsefe bilan fanning birikishgan, birikishgan. Buning çoğu vaqtda aniqsizlik prinsipi, dunyoni tabiiy taqdiriga falsafiy tartishlarga nima ish qiladigan vaqtda bu dunyo ikki xil bo'lamdi. Birisi ya uni o'lsak bu yoqqa ketadi, buni o'lsak bu yoqqa ketadi deb. Ya'ni bir-birini ilgari surdi deb qaraydi. Shu falsafaga ta'sir ko'rsatdi deb qarayotdi. Degan. Bundan keyin shunday bo'ldi deb qaraydi endi. Shunga bugungi asosliq so'zlaydigan mazmunimiz musha tugidi. Asosliqi mush Heisenbergning aniqsizlik prinsipining nima ekanligi, buningki qanday ishlatilganligi va kelgusida nimalarga qaysi sohalarda ishlatilganligimizni so'zlab o'tdik. Yana bir devetli oxirida bu aniqsizlik prinsipi nima ekan degan vaqtda zarrachalarningki harakati va o'rnini bir vaqtda o'lchigili bo'lmaydiganligi. Mushu çoğu vaqtda Heisenberg aniqsizlik prinsipi deb atildi degan gap. Ya'ni o'rnini bilgan vaqtimizda harakatni o'qiymiz, harakatni o'lchagan vaqtimizda o'rnini o'lchamaymiz degan gap. Mushunga qanda hozirgacha fan texnikada o'sha o'rnini o'lchaganda nima to'lqin nimasi yo'qaydigan, to'lqin nimasi harakat yo'qaydigan mushtasini qanday qiyosda bo'layapti mushta bir narsani ekanda hozirga qadar. Nimani ashta bo'ldigan degandek hamda bular tajriba ishida masalan bu texnika 1927-yilda Heisenberg tarafından o'tirib qo'yat mana taxminan 100 yil bo'lib qoldi-da hamda. 100 yilgacha buningki ba'zi prinsiplarni ben dedik, Emery nimalar doktorxonalarda ishlatilgan nimalarni da uni yani nurg'un sohalarda ishlatadi hamda. Tek ona rasmiy nimasiniki haqiqiy prinsipda echilmabdi-da bu tadqiqotda nimasi. Ana mush vaqtgacha shuniki nurg'un tajribalarni ishlab masalan 100 yilning yo'q taxminan nurg'un tajriba ishlanadi buningga. Mushaqqatga olimlarningki qiyoslari nima uchun buniki turaqliqqa, bu turaq so'p qolib qolganligini yakunlagan, manda bo'lishi mumkin ekan degandek manda bir farazlarda haqqida ozroq bildiganlarimiz o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Bu tajribasini odat tajribalar emasmi? Buning yana birisi biz ko'rolmaydigan narsalar bu mikro dunyoninki. Bu bir qiyinchilik. Ikkinchi vaqtda bu zarrachalarninki uni kuzatish va uni tajriba elib berish yuqori saviya talab qiluvchi. Masalan, eng oddiysi bu Bellninki nimasi bor? Einstein bilan bu yana bir soat ismini unutib qoldim. Bohrninki Bellninki mushdanliq tag'liqlardan Einstein, Bohr, Bell, andan Heisenberg deganlar boshqalar bor, shu dengerlar bor endi. Ular çoğu vaqtda mushlarninki qilgan narsalarni çoğu vaqtda mushu 21-asr kelgan vaqtda uning o'ttirlardan keyin andan asta tajribaga qo'ya oldik degan gap. Masalan, qo'sh yakyerak qo'sh yerak tajribasi degan dedik oldin qadam ishlagan. Ashni qilmagan degan gapda endi. Uni çoğu vaqtda keyin Tom Youngson kelgan vaqtda Tom Young degan Youngson. Ya'ni Aşıdam kelgan vaqtda uninkin u odam qila oldi. Ammo undan birinchi vaqtda to'xta, mushunda birdam zarrachilik ham nimasi bo'lishi mumkin. To'xta, bu bunda bo'lmaydi. Bir narsa qanday ikki narsani ifodalaydi. Cho'qim ya zarracha, ya to'lqin deb endi ikki xil taraq qilyapti bu. Uninkin vaqtda to'xta, mush zodi zarrachimi yoki to'lqinmi degan tajribani isbotlangandan keyin uninkindan bu mumkin deb. Chunki biz isbotlash nimasi qurildi. Uninkin vaqtda u vaqtda ishlagan tajribamiz qarshi vaqtning eng yuqori saviyasi tajribada endi. Endi shu vaqtda yaqin kelgan tajribalar shu vaqtda nimaning ishlagan tajribalari 2022 yil Nobel mukofotiga erishganlar ishlagan tajribalar degan vaqtda. Ularning tajribalari shu vaqtda texadimlik murakkab bo'lgan, texadimmi
başqa bölekler bölünген holatda ishlangan. Masalan, oldingi qitimliq tajriba joyda bir tal aynakni bir tal nur bor, ondan qo'sh yeriq bor yoki taq yakka yeriq bor. Uni kenjida oxirida sizgich ekran bor degan gap. Ya'ni sizincha ekran bor degan gapda endi. Bushni qarata elektronni bergan degan gap, ya'ni yorug'likni bergan degan gap. Bu oddiylan bir tajriba degan gap. Hozir biz oddiylan deyadigan vaqtda, u vaqtda uni oldi deyamaganda uni. Chunki uni ishlaydigan ashni amalga oshiradigan bir texnika, bir ishni amaliyotdan bo'lmaganlik uchun vaqtda qilamagan degan gap. Hozir masalan biz hozir qilish imkoniyati bo'lmagan narsani, bu ajab oddiy narsa deyamaymiz degan gap. Biz bir narsa qilib bo'lgandan keyin vaqtda, manda oddiy ekan, asli manda oddiy ekanda, nima ish qilyapti? Unida murakkablik loyihalik degan gap. Shu oldin 2022 Nobel mukofotga erishgan vaqtda ashundan murakkabroq bo'lgan tajribani loyihada, uning keyin vaqtda ashunga asosan texnikami olaniki bil teoremasi deydigan teoremlar bor. Bor teoremasi. Ularni shu vaqtda ag'dirib tashlaydi degan gap. Shuning uchun shu vaqtda Nobel mukofotiga erishdi degan gap endi. Ular shu vaqtda shu vaqt Nobel mukofotiga erishib bo'lgan. Ammo uning keyin ag'dirib etgan shu vaqtda ular Nobel mukofotiga erishdi degan gap endi. Biz burun qilolmagan narsani hozircha qila olamiz degan gap. Balkim bundan keyin shu vaqtda mushniki har ish qilsa o'lchaymiz, nima ish o'lchamaymiz deydiganlar chiqib tajriba ishlash mumkin degan gap. Hozir chiqyapti-da, chiqqan bilan ishlagan tajribasi o'xshash natija beradi degan gap. Ular shu ashunda ekan deb turadi degan gap. Chunki nechadan tajriba ishlasa, buni bir qitimliq tajriba ishlash nurg'un narsalar keladi emasmi? Nurg'un iqtisod keladi degan gap. Ham burun unda iqtisodlarni buni kvantum fizikasi sanmagan degan gap. Hozircha vaqtda 2040-80 yildan boshlab vaqtda bu kvantum fizikasi mablag' nihoyat zo'r mablag' silinadi degan gap. Masalan, 2025 ga vaqtda hozirgacha kvantum mexanika silingan mablag'lar bundan burungi natijasi qad degan gap. Endi bundan keyin vaqtda mushni texnikum yaxshi tajribalar bilan aniq isbotlaydigan vaqtida, chunki bilim degan shu ham isbotlangan bo'lishi kerak emasmi? Ham takrorlanadigan bo'lishi kerak degan gap. Bu bilim bo'ldi degan gapda. Masalan, biz Heisenbergning aniqsizlik prinsipini biz isbotlay olishimiz kerak. Uning uchun vaqtda necha qitimliq tajriba qila olishimiz kerak. Bu vaqtdan bilim bo'ldi emasmi? Bu uchun vaqtda balkim buninkini qila olish mumkin, ammo shu vaqtda buni qarshi chiqayotganlar bor. Ya, bu mumkin emas. Buni cho'qim bir vaqt o'lchayman deyish mumkin emas. Bu chunki nimaning tabiatning qonuniyati deb qarayotganlar bor degan gap. Ammo shuni biz hozir o'lchanmagan bilan biz buni balkim yana bir 50 yil yoki 100 yildan keyin buni o'lchaydigan tajribalarni loyihalashimiz mumkin, texniklarni barliq keltirishimiz mumkin degan gap, degan gap. Shu hozir bizning qilayotganimiz bu texnikimizning yetersizligi va uni ishlab berish uchun vaqtda imkoniyatimizningki yo'qlik degan gap. Ya'ni ashuna murakkab tajriba degan gap. Sonra 70-yildan tortib ishlab kelgan tajribasiga eng oxirida 2022-yilda Nobel mukofotiga erishdi emasmi? Uning uchun vaqtda 50 yilni yaqi ashuni to'g'ri deb qilgan bir formulani ag'dirib etdi degan gap. 2022-yilda. Shunga mukofotga erishdi degan gapda. Ammo ular uchun vaqtda ash formulani qurgan vaqtda ular Nobel mukofotiga erishgan institutlardan bir qator degan gap. Endi shu vaqtda mush Heisenbergning shu vaqtda mush aniqsi bo'lmadan Nobel mukofotiga erishgan emasmi? Mana 1932-yilda erishgan. Agar shu vaqtda unda ish yo'q. Biz hamma har shaklisini bir aql o'lchay olmaymiz deb qaraydiganlar bo'lsa vaqtda buni kim ag'dirib etdi, Nobel oldi degan gap. Yani bu anda mikro dunyoda bo'layotgan nimalarda hamda bu shu bayatdan qilib ma'ni tushunilsekmi, bayatdan men to'pni misol qildim-ku endi. Men tushunish uchun endi ashunda misol olamizda endi boshqa odamning kallasi kamaydi, chunki biz klassik fizika bilan cho'ng bo'lgan, ham o'shni o'rganib cho'ng bo'lgan degan gap. Kvantum fizika ximiyada har qaysi elektron qavat joylash nimalari bor. K, L, M, N, O deb qator narsaga bilimizda u narsaniki har bir qavatniki energiya nimalari o'xshamaydi. Shuning masalda elektron, proton, neutronlarning harakat surati o'xshamaydi.
Yani onu biz tasavvur qilmaymiz biz ashuna nazariyani o'qiyverdik bu narsani. Hozir siz ko'rsatgan o'xshash, xudalik bilyardning urug'iga o'xshash, oqilan birla soqqandan keyin qaysi energiyasi, ya'ni birisi shu xil energiya beradigan bo'lsa, u bakrak tezroq dumlaydigan gapda hamda. To'g'ri. Boshqa shakllar ko'z oldiga keltirgili bo'ldi ekan. Yani bugun kunda bu YouTube'da har xil nimalarda video ishlab qilgandan keyin uni sal abstrakt shaklga ekagil bo'ldi ekanda. Biz o'qigan vaqtda tushunib bo'lolmay, o'qitish so'zda kitob o'qiyversak tushunib bo'lolmay, hozir bunda anglab aslında darsingizni qilib, shu mazgildagi narsa ko'z oldimga kelib qoldi hamda. Masalan, maktabda so'raydim savollar. Quantum fiziksini tushunish uchun juda vaqtda ikki ish qilish kerak degan. Birinchisi klassik fizikani bilish kerak. Ikkinchisi juda vaqtda buning kirgandan keyin klassik fizikani butunlay unutib ketish kerak degan. Aşağıda qiladigan vaqtda uning quantum fiziksini tushunadi va taqdimida ilgarilaydi degan. Bu quantum fizikini tushundim dedigan odam texnik men bilmaydigan odam texnik yo'q ham shu haqgacha. Haqiqat Nobel mukofotga erishganlar nurg'un endi buningda. Bu ishning niyat qilib nurg'un endi. Ammo men bu quantum fiziksini bilaman dedigan odam texnik yo'q, chiqib baqma degan gap texnik. Nimishqa degan vaqtda biz bilmaydigan narsalar nurg'un degan gap. Biz 1% bilgan bilan buni 99% bilimsiz bilinmagan degan gapda endi. Endi ağaçlarca nima bularcha degan vaqtda 99 bilinmagan nimish 99% deyotsa degan vaqtda ağaçı bilinmasliklar bilgan vaqtimizda men fizik shunaqa dedim. Mush fizika qaytada yoziladi deb qaror qildim bajo. Qaytadan yoziladi. Ya'ni balkim hatto dunyo tariximi qaytadan yozilishi mumkin deb qaror qilib gap. Anda bo'lgandan keyin buni yani tushunish bağlab tasavvur qilish yani nima ta'sir bağlab tasavvur qilish ta'sir. Yani birisi bo'libmi mikro dunyoni makro dunyoga bağlab tasavvur qilish texnik ta'sir degan gapda endi. Anda bo'lgandan keyin bizning tushunishimiz biroz ta'sir bo'ladi degan gap. Shundoq. Balki mening texnik tushuntirishim bilgan narsani manda bo'ladi deb deb berishim bir usul emasmi, bir texnik emasmi bu? U jihatda mening o'zimning kamchilik bo'lganligi uchun unda qilmayotgan bo'lishi mumkin endi endi. Men shu mikrobiologiya o'rgandimda bir mazgilda virusshunoslikda praktika qildimda bir mazgil. Osh mazgilda bakteriya, virus deb anglaydiqda hamda nima qilib boqqan. Qanday nima deganligida uning nazariya bilmaymiz, faqat bilmaymizda hamda narsani. Mishada o'rgandim shu narsani. O'qish jarayonida shu ishning tutqichi u bu yerga bakteriyalarniki yaratgan yemekdan tarkib bakteriyalarni ashta aniqlab chiqimizda ham buni bir tajribalar bilan. Uni ko'zlar ko'rilmaydi, qo'llar tutqilolmaydi, ya propak qilolmaydi, tetqilolmaydi. Shu uni tajribalar bilan bir surkabli kichikina bir epla necha milligram uni qatoqlikka matematikadagi bir formula bo'yicha suyuqlantirib bu narsanikini. Maqsad uning bir nimasi bor ekan. Aludek bilan shuning temitib qilgandan keyin anaka oshdan ifodalab chiqadi ekanda, uniki ranglarning har xil bo'lishi, shaklning har xil bo'lishi qarab bu manda bakteriya ekan, onda bakteriya ekan deb buni shu mikrobiologiyada ekanda, shu biologiyaniki mikro qismini ko'z bilan ko'rilmaydigan, qo'llar tutqilolmaydigan ashdan tajribalarni aniqlab chiqadi ekanmiz. Virusning qanday bo'lganini deb ashnimi tajriba ishlagandan keyin anakani unimi adam nima uchun kasal bo'ladi deganga javob ashnarasini chiqadi ekanda, ya bakteriyadan yoki virusdan yo'qolib kasal bo'ldi ekanda odamniki. Aniq qilgandan keyin hujayra ma'lum bir shaklga bir narsaga hech qanday narsaning hujayrasi bizga o'xshamaydi ekan. Uning mashualigi viruslar yo'qimlandigandan keyin u narsanikini virusniki quyuq tarisi har xil tangshaymizda. Anki aşağıdaki nimaga asosan xuddi mushulik nima deymiz hujayrniki shaklini buzib ekanda, u narsa mikrotoz kuzatgan vaqtida bir o'lchami ko'ringan narsa viruslangan yoki mikrob yo'qimlangandan keyin uniki nimasi boshqacha ko'rindi ekanda hamda. Yani bunun shakli o'xshamagan selishtirib, bundan manda virusda yoki manda narsa yo'qimlanibdi deb uni diagnoz qo'ydigan narsa ekan. Bu texnikaning hammasini ham Yevropada o'rgandim, o'sha tajribalarni ko'rdimda, ko'rib anaka siz da'vat qilgansiz narsa fizikaning mikro qismini so'zlayapsizda. Men bu fizikaning mikro qismini biz oliy maktabda o'qigan nazariyalarni o'zim tushunmaydim. Miyaki balki mikrobiologiyaniki, biologiyaning mikro qismini o'qigan bo'lgandan keyin ana shuni tushunib o'tirib, manda bir narsa ekanda bu deb fizikaning mikro qismini uni ekranda ko'rinadigan gapda. Har xil shakllari va tajriba ishlagan vaqtda chiqadi bu narsalarnikini. Unimi qilib faqat ekranda
Her xil bir grafikli bir çıkır ana qarab anda näse ekan, manda näse ekan deb işte bir ko'z oldimizga keldi ekanda. Shuni manda selishtirib qilib qolsak, hamma narsaniki mikro dunyo boshqacha bo'ldi ekan, mayli fizik sohasiniki mikro dunyosini, hani kvantum deb ataydi ekanmiz narsanikini. Mikro biologiyanikini mikrobiologiya deb u kirsib ajoyib bir dunyo ekanda. Shuni Kuantum biyologiyasi bor, bunu sözemiz şu vaqtga yo'qdi. kalam azroq bir sam paydo qilib qoldi-da, manda shakl tushunsak bo'ldi ekan deb. Nimaga bak munosabat emas, shu ham damonliqma masalan oramizda biologiya o'qildi va har xilimizda eshon suluq o'tirdi biologiya o'qildi bo'lsa azroq bir selishtirma shaklli qalliq bir azroq bir abstraktni nasmi konkret shaklda ifodalab beray deb azroq qo'shiq qilib qoldim, to'g'ri tushunasiz. Kuantum biyologiyasi maqsad temisi bormi? Shuni so'zlaymiz, shuni vaqtga vaqtda. Balkim 10-qismlarda bo'lib qolishi mumkin kuantum biyologiyasi. Chunki bir kuantum entanglement degan bor, chirmish, ya'ni qetish degan. Uning ikkinchi vaqtda kuantum tunneling bor, ya'ni siyrilib tushish deymiz, o'tish deymiz qanday. Degandek. Ashlarni so'zlab bo'lgandan ikkinchi vaqtda uning kendidan kuantum biyologiyasi. Ana so'zliga vaqtimizda diqqat tushunish texidimmi? Yaxshi bo'ldi. Hozir men bizning dastlabki sayya, ana mushunda oldin qittim zarrachilar kuantum biyologiyasining, kuantum texnikasining, kuantum fizikasining jeni bo'lgan so'zligan to'q. Ya'ni zarrachilik ham to'lqinliqni, ana shu vaqtda ularninkini ashnaligini, bog'liqni bildik. Bog'liqni bilgandan keyin vaqtda buni solishimiz kerak-ku, ikkisini. Bir narsa ma bakin deb bu nima degan aniq bo'lgan ekan, uning keyin buni qanday ishlatamiz deganni, uning keyin ikkinchi qadam bo'lamiz. Ma'noda endi birinchi qadam bo'lsa, ashuna bir ish qil alayligining borligini, ish qil alayligini bildik. Endi vaqtda bularni bir o'lchab qilay deymiz-da endi. O'rin bir tep qayerikni bir ko'rib qanday narsa ekaniga. Ana maash ikkinchi qadam bo'ldi. Kelar qadamda bunidan texnik ishkirlab kiramiz degan. Xuddi ma'lum ximiyadagi nima bir ilmlar bor, ham metalliq ham metalloid xususiyatga ega bo'lgan, eng sirtqi elektron qiymatda 4 ta elektron bo'lgan ashta nimalar bor-da, shularniki boyqilishimi, mush ilm fan sohasi, bular mush kompyuter sohasida yerim o'tkazgich narsadan boyqilishi, ilm fan silikon shudaqchan. Silikon degan shug'ul. Ashta nimalar bor, bir necha ilmlar, 6-7 ilmlar. Shularning boyqilishniki nimasiniki ham metalliq ham metalloidlik xususiyatniki boyqilishimi necha yilning oldida bo'lgan narsalar ishlamada hamda. Uniki mana kompyuter sohasi bir kirib butun dunyoning taraqqiyotini ajoyib boshqa bilim qilyapti-da. Endi hozir siz deyotgandek ma'lumki kuantum aniqlik prinsipidagi to'lqinliq yoki zarrachilik harakatdagi narsa muqim ashuni aniqlanib chiqib qolsa, o'sha chog'da biz tasavvur qilolmagan darajada yana bir g'oyat zo'r bir texnika, biz xarakterlik niqob paydo bo'lib ketganda buningda. Men ashtaroq tushundim. Biz texi bu hozir elektronlarga ketib boramiz-ku texi. Ya'ni kuantum fizikasningki kirish texi. Ya'ni elektronlarga ketib boramiz degan. Buni ichiga kirimiz protonning uning ichiga elektronlar protoniga so'zlaymiz hozir. Protonning ichiga kirimiz. Onda kvarklar bor. Onun içi kirimiz, onun da sizin teorimiz degan teoremlar bor degan gap. Kirish ikide ketib boramiz. Rahmat qilma darsingizni menga har qatim anglagan vaqtimda shu oliy maktabda o'qigan binosimda ko'z oldimda namoyon bo'ldi ekanda hamda o qadar tushunib ketmagan mazgil o'qigan vaqtimda so'zlagandan hamda o'tirib shu vaqt o'tgan asmanda ekanda o'sha mada rasmlar ifodalab bermagandan keyin unda o'z bugungi suhbatimiz Mishaychi bilan yana azroq boshqa nimalarimiz bormi qatlagan. Bu Mishaychi dedi bu azlamchi bu aniqsizlik prinsipi buni davasi yana shuni deymiz, shu o'xshash narsani. Biz ekranda qarindoshlar endi bu fizikaniki yuqori bir sohasiniki ilmi bo'lganligi uchun buni tushunish uchun buni azroq ham o'zimizdan bir nim bo'lish kerak, tabiiy bilimlari damallıqqa anlasaqlıqqa bir xil zirkichlik bilinadi. Lekin navbatdagi bu realliklarning hammasi naq mushta fan texnik bilimlar orqali bo'layotdi hamda. Shunga qatir qilib ancha-muncha bir anglab qo'yinglar. Odam quloqdan samiraydi degandek
Şu anlavergenning yağı tefekkürümüzni gıdıklap, fikirlerimiz texim içilip, anan keyindan torda özümüzni qarab bakmamız keladigan, ba'zan tushunib bakmamız keladigan nurg'un ilhomlar kelishi mumkin. Bu programmani biz yil oxirigacha izchil davomlashtiramiz hamda Qavoljon har qatim mushta bir program tayyorlab qilishga necha soat vaqtlar ketadi. Qavoljondan Alloh rozi bo'lsin, bilimga hurmat qilamiz. Mushtaq bilimlarni bizga sunish orqali biznimi ilm-fan bilimlari bilan qurollanishga, mush orqali millatning kimi bir taqdirda bir o'zgarish bo'lsa, bilim orqali millatimizning qadrini, qimmatini tiklasa degan niyat maqsad qilyotdi bu qarindishimizmi. Shuning uchun demoqchi bo'lganimiz programmamizni ko'ringlar, taqib qo'yinglar. Bo'lib qolib qolsa, mushtaq o'rta maktablarda o'qiyotgan farzandlaringiz qolib qolsa, farzandlaringizga ko'rib chiqishiga bir sharoit yaratib beringlar. Shu bolalar qiziqib qolib qolsa, ajab emas. Tushunmagan ba'zi nuqtalar bolalarning damallikqa savol kelib qolsa, bizga aloqalashsanglar, Qavoljon bilan bolalarni bevosita uchrashtirsak, bolalarning fikrini ichishida yangi ilm-fan bilimlar qiziqishiga sabab bo'lib qolsa ajab emas hamda. Qavoljonning maqsadi shukan, bu so'zlagan bilan 5000 odam yoki masalan 500 odam ko'rsa, shuning uchun bir ikkisiga bir azroq bo'lsin birlik so'zlagan narsalarimiz shularniki tafakkurni g'idiqlab, ilm-fanga bo'lsin bir qiziqish nimasini oshiramikan. Ondan başqa şu bolalarniki ilm-fan bilimlarga qiziqish uchun bir tur ko'p qolamanmikan degan go'zal orzu armonlarni tükib, buni vaqt ajratib izchil davomlashtiryapti. Shuning uchun farzandlarimizning ko'rsatayli, ashta tajribalarni ko'rgandan yog'i biz bolalarimizdan davomli haqida paranglashqidek fursatlarimiz bo'lmaydi. Farzandlarim shuni kurash jarayonida oyaga dada voy apa ana narsimiz maktab ancha o'qitib so'zlab berganda andakan mandakan deb ba'zi narsalardan savollar tug'ilib qolishi mumkin. Bolalarimizniki aqlning tafakkurini ichish uchun bu narsalarning ilmi cho'ng bo'ladi. Savollar qolib qolsa biz Qavoljon bilan uchrashtirib, tor dunyosida bolalarimizning ilm sohasiga qiziqishligiga yordam qilganga Qavoljon har zaman vaqti bilan ajrataman dedi. Qavoljon sizga ko'pdan ko'p rahmat. Bunday qilib qolsa bugungi suhbat programmamiz mishachi bo'lib qolsin. Boshqa fikringiz bo'lsa, gapingiz bo'lsa olay, bo'lmasa programmamiz oxir. Qarindoshlar, meningki buni so'zlashimdagi maqsadim davomli men bir ishni maqsadsiz qilmayman-ku. Nimaga ishlaydi, men menga nima foydasi deb turib savol so'rab ishlayman-ku. Hozirgacha shunday qilyapman. Hech ziyon topmadim. Endi buningda mening maqsadim 3. Birisi o'zimizningki Uyg'ur tili hozirgi yo'qolish bosqichiga kiryapti. Kiryapti emas, kirib bo'ldi. Endi buning uchun yo'qda shuvar to'lashning o'rni yo'q. Shuvar to'lab saqlab qolmaymiz endi. O'zingizningki izlangan sohasida, o'zingizning qilayotgan sohasida Uyg'urcha video bo'lamdi, Uyg'urcha xat bo'lamdi, xat shaklda. Ya nima deb bo'lsa Uyg'urcha saqlab digital aylantirib qo'ysangiz, buni keyingi sun'iy aql taraqqi qildirishimizga texadimi foydali bo'ldi ham bundan keyin yo'qolib ketgan tillarni keyin asliga keltirish mumkinchiligi bo'lishi mumkin edi. Xuddi Isroilmi yo'qolib ketgan o'zining tilini barliq keltiradi degan. Bu bir. Ikkinchisi yo'qda buningda so'zlayotgandiki hozir o'qib bo'lganlar, hozir 40 dan oshganlar yoki bo'lmasa hozir ma'lum bir kasbni qilayotganlarga jiq foydasi tegmaslik mumkin. Mening maqsadim yo'qda yoshlarning bolalari, yoshlarningki atrofidagi yoshlar yo'qda oliy maktabga kasb tanlamoqchi bo'lganlar. Oliy maktab fizik sohasida o'qib, yuqorilab o'qimoqchi bo'lganlar. Musolarda o'qisa, yoshlarning ichidan birisi chiqib qolsa, shu kvantum mexanikasidan, kvantum texnikasidan. Yoshlarning foydasi bütün muhaciratlik Uyg'urlarningki foydasini eshib keladigan. Bu bir. Qilayotgan hozirgi 70 yillar qilayotgan ishning hammasini nolga tanqid etib ashni eshib keladigan. Mening maqsadim ashunda birisidan chiqishi degan. Ashnaga bir kichik bir umid bo'lib qolsak, ashnaga bir sabab bo'lib qolsak, shuning foydasi. Uchinchi vaqtimizda mushtaradada izlanayotgan lavlam izlanayotgan qarindoshlar va mushtalarda qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa, yoshlar bilan vaqtda aloqalashib, eng oxirida o'zimizningki maxsus tabiiy fen tadqiqoti bulabmi Uyg'ur kvantum tadqiqoti dek shunda bir ishni qilish imkoniyati bo'larmi? Hech bo'lmasa shunda yuqori kvantum texnikasining yuqori fen texnikalik narsalarni Uyg'urcha so'zlab, Uyg'urcha tushuntirib boshlagan. Eng bo'lma deganda
Yangi chiqqan so'zlarni buni qanday ishiltimiz? Uyg'ur shunda ishiltiverandik yoki buni mandaq inglizcha ishiltiverandik yoki uyg'urcha burun bamiti, bu qanday ishiltimiz deganlarni muzokara qilish eng bo'lmadi degan haqida. Mushuni qila olamiz degan gap. Chunki haqlar qila olganni bizmi qila olamiz. Haq yeganni bizmi yeyotgandan keyin bizmi qila olamiz deb qarayman. Shunga shunda osalarda qiziqadigan, osalarda o'qiyotganlar bo'lsa, hamkorlashib chaqirib birlikda birlashib qilsak qilolmaydigan ishimiz yo'q. Hozirgacha jiqishni qilamiz ama qila olamiz deb qarayman endi. Umid o'lmagan jonda umid bor deb. Rahmat Qavuljon, nishonimiz abi ro'yobga chiqsa, farzandlarimizni bir g'idiqlab nervisini mush fan texnik sohasi buzib chiqishiga bir nisb bo'lsa, buni bir ko'rik ro'yini qilsin, yana valloh ajringizni bersin. Yani bu ko'plab boshqa sohalarni yana mush ilm sohasi o'qigan, yuqori o'qigan qarindoshlarimizning o'zini o'qigan bilimlarini millat so'zlab berish orqali millatning ilm fan sohasidan har qaysi kasblarni kirib bir oqarch ep berishiga sharoit yaratib beramiz. Videoni ko'plab taqib qo'yinglar. Hammalar Allohga rahmat, hamsiklar qatimliq programma ko'rishaylik. Maşallah. Maşallah, kabul et.